Hammaga salom qilasizlar. Bugun sizlar bilan Turkiyadaligimni 3-vlogini olamiz. Hozir chozib o'tirmayman va tezroq kiyinib olamiz. Go. Dadam syoma уже kiyinib oldim va men hozir achigimni olaman. Ve imamni bilan shuni olaman. Ve hozir bularni olishdan birinchi o'rinda Mamın so'ralam yuzimga, chunki yuzim qurib ketyapti. Endi men uni so'ramas edim. Привычный emas, no mayli. Chunki yuzim уже qizardi-da. Tezroq surib olamiz. Lekin yomon quyosh ekan bu, boru. Hali kepka olishim kerak. Tamam, все, уже kiyindim. O'zi bilsanglar kerak, что men har doim shunaqa kiyindaman. Chunki menga udobniy ishim. Va qachondir almashtiramiz shu kiyimni. Biz уже hozir ketishimiz kerak. Вот. Birinchi очередь mamni olamiz. Bu tozalangan. Tozalab qo'yinglar iltimos degan. Biz uyda hozir hech kim yo'q hajamizda. Hamma hozir cho'milishga ketishgan, men cho'milgim kelmayapti. Çünkü ursal pal tomog'im og'rib qoldi. Va mashina hozir olib ketamiz. Bunday qilamiz. Bunday qilib ilib qo'yamiz. Balki anaqa xizmatkor borchida kelib ko'radi va tozalab qo'yadi. Men hozir akvaparkga ketaman. Kalt vergani va shu yerda o'tiraman. Malika cho'ndim kelmayapti va вот. Ko'rmaganlik ko'rolinglar. Deb. Akamga ham o'tirishdi. Vuy, ana buvim bilan akam tushdi. Oh, videoga olsam ulgurmadim. Mayli. Men ham cho'milgimga mazza qilib tushyapti. Belki tomog'im og'risa cho'milib olish kerak. Mazza qilib men cho'milgimga o'tiramiz. Hozir agar xo'p desa cho'milaman. Barchangga sebzorqa deb olayim va ketamiz qaqqadir. Bu bulut qarayli. Qachon uchaman doma. Men hozir xonadaman. Va hozir yotaman. Tomog'im og'riyapti va mazam bo'lmayapti salgina. Shu uchun hozircha mamchi videoman va zaryadam kam. Uxlab turganimdan keyin video olaman. Pik. Hozir biz namozxonadamiz va tezroq namoz o'qiymiz. Va men namoz o'qib ko'chaga chiqdim. Toza havo va tangi havo, shu uchun sal aylanaman. Ve zerk bitganini shu ko'chaga chiqaman. Bo'ldi va men уже uyga kelaman. Biz taqlatamiz chunki menda kalit yo'q. Va yuzimga mama kremi suraman. Увлажнение qiladi. Ve yüzümü sürüp olib ko'chaga chiqdim. Va daryoga keldim. Aylanamiz salgina. Fuh, bo'ldi. Mazza qildi o'zim. Endi biz uxlaymiz. Hammaga xayr, paka.